Assalamu alaykum. Topdagi barliq qarindoshlar, amonlanmış vaqti xayrlik bo'lsin. Tevekkül qarindoshimizning savoliga rahmat. Assalomu alaykum sizga. Bek yaxshi savol so'rabsiz. Men bu qarindoshlarning savollariga javob berganda men tushunishlik esida qilish uchun kitoblardagi rasmiy izohatini qarasa o'qib berishdan amal va yaplaq tilda tushuntirishga tirishaman. Bu savolga Abdurashid Qarliq ma'lum shu kasbiy nimasi bilan texmo tafsiliy javob bera oladi. Chunki bu jamiyatshunoslikdami uchraydigan terim deb qaraymiz, siyosat ilmidami bu narsalar bor. Biz oldi bilan normal insonning aqli deganni oddiy tushuntirishga tirishsak, inson ikki xil moda bo'ldi odatda, ikki xil holati. Birisi hissiy holati, yana birisi aqliy holati. Hissiy degani hayajon bilan bir ish bo'lgan vaqtida ashdan qaytargan inkas bilan harakat qildi. Yana birisi aqliy. Aqliy deganimiz tafakkur qilib, bir narsani o'ylab, ondan keyin qanday qilsam qanday bo'ldi, to'g'ri qilsa oladigan foydani, xato qilsa oladigan ziyonni ko'zlab turib, hisoblab turib, undan keyin harakat qilsa, buni aqliy harakat qildi deymiz. Ammo bir narsani anglabli, yugurabli, ya bir ish bo'lganini ko'ribli, yugurabli chiqsa, buni hissiy qildi deymiz. Endi aqliydan sirt yana bir narsa bor insonda, u bilim. Aql bilan bilimni aralashtirib olamiz ko'pincha ahvolda. Chunki bilim boshqa narsa, aql boshqa narsa. Abdurahim O'tkirning bir she'ri bo'lgan-ku. Iymon boshqa deb, bilim boshqa, aql boshqa deb misralari chala esimda. Bilim degan o'rgangan narsalarni, o'rgangan bilimlarni qo'saqqa qachilgan umash deb tushuninglar bilim degan. Aql bo'lsa, ash qo'saqqa qachilgan umashni qanday ishiltish, qayerda qanday ishiltish iqtidori bu aqli bo'ladi. Bilimi jiqqida bo'lib, aqli bo'lmasa kitob xaltisi bo'ladi odam. Ammo aqli bo'lib, bilimi bo'lmasa, bu o'qigan turklarda bir gap bor. Nima diplom johillikni alır, johillik deyil nadonlik, diplom nadonlikni alır, eshaklik baqiy qolar deydi o turklar. Bilim bo'lib, aql olmasa, ya'ni eshaklik turadi-ku, odamda eshaklik degani, dötlik degani. Shuning uchun bilimi var ama aqli yo'q odam kitob xaltisidek turadi. Kitob xaltisi deymiz biz. Qo'saq tilida o'mash va uni qanday ishiltishni bilmaydi. Ba'zi odamlar aqlliq ama bilimi yo'q bo'lsa, işte turmushda pishgan, qachon qanday qilishni, qachon gap qilishni, nima deyishni, qachon to'xtashni biladigan aqlli odamlar bo'ldi. Bilim bilan aqlning butunlay munosabati yo'q. Agar bilimi bo'lib, aqlida uni ishiltalsa, vaqti texnik mukammal bo'ladi-ku. Shuning uchun aql, farosat u boshqa narsa, bilim boshqa narsa, normal demdim. Andiki hissiy degani bu ikkisini unutib qiliblar, bir narsaga reaksiya, ya'ni inkas qaytarish shaklida chiqsa, hissiy bo'ladi. Biz bu sharhliklar yoki o'tir sharhliklar biz hissiy kelamiz, aqliy bo'lmaydi-ku. To'g'rilarni ko'risizlar, bir ish bo'lsa, inkas qaytarib, asosan hissiy harakat qilamiz. Aqliy to'xtamani qilsam qanday bo'ldi, foydasi nima bo'ldi, ziyn nima bo'ldi deganni o'ylashib, aqliy jihatda harakat qiladigan vaqtlarimiz bek oz bizning. Shuni ko'proq so'qiqqan bo'lib, aqliy harakat qilish amaliyotda foydali bo'ldi insonning o'ziga.